Va nihoyat prezident ishdan haydaldi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Prezidentni ishdan ozod qilish haqidagi impichmentni parlament tasdiqladi. Gap shundaki, xizmat vazifasida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari uchun Janubiy Koreya prezidenti Yun Sok Yeol o'z lavozimidan ozod qilindi. O'zi umuman Janubiy Koreyada prezidentlik juda xatarli lavozimlardan biri hisoblanadi. Ushbu davlatning shu paytgacha saylangan barcha prezidentlari yo ishdan haydalgan, yo qamalgan. Buni Janubiy Koreya prezidentlariga tekkan talqilana desa ham bo'ladi. Faqatgina sobiq prezident Moon Jae-in o'z vakolatini oxirigacha ado etgan, lekin bu talqilana uni ham chetlab o'tmagan. Gap shundaki, u lavozimdaligi paytida o'z kuyovini yuqori mansabga qo'yganligi uchun ustidan jinoiy ish ochilgan. Buni qarangki, Janubiy Koreyaning shundoqqina yonginasida millatdoshi bo'lgan Shimoliy Koreyada prezidentlar umrining oxirigacha amalda o'tiradi va iloh darajasigacha ko'tariladi. Janubiy Koreyada esa odamlar prezident bo'lishga ham qo'rqadi. Siz qaysi davlatga ko'proq havas qilasiz? Prezidentlari xor bo'lgan Janubiy Koreyagami yoki prezidentlari iloh darajasiga ko'tarilgan Shimoliy Koreyagami? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.